Assalomu alaykum, hurmatli avtopritsep ixlos betlari. Bugun navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ring, bahosini oxirida aytib o'tamiz. Bu pritsepimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot rayonida bo'ldi. Pritsepimiz to'g'ri ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, razmeri 1.30 ga 2.40 bo'ldi. Bortlari odatdagidek 37 sm, ограждениесі 70 sm, общий 1.10 bo'ldi. Bortlarına 3 mm'lik qalın listlerden silip verdik. Krilleri de 3 mm'lik qalın listlerden silendi. 13'lük paket diski balonlar koyuldu. Resorları, traktorun pritsepinin resorları ornatıldı. Qo'shimcha prujin amortizator o'rnatib berganmiz. Ramalari 4 tarafida shibillerden silendi. Tartari 3 tarafida 8'lik shibillerden bo'ldi. 1 tonna 600'lük qalın zamoklarını o'rnatib berdik. Qo'shimcha shinjirlarda o'rnatib berganmiz. Elektromontajlarni silib berdik. Pollarına 3 santimetrlik taxtay o'rnatib berganmiz. Bu pritsepimiz ishlanish protsesinde 100% germetizatsiya ishlandi. Gruntovочный kraskaları sevildi. Mashin kraskalarini sevib, üstüne qo'shimcha mashin laklaridan sevib berganmiz. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qalinko'l rayoni Oltinko'l ovul fuqarolar jiyini Xo'jaovulda joylashgan. Kimga qanday pritsep kerak bo'lатын bo'lsa, 88 dan 059 2101 telefondan zvonok etib baylansangiz bo'ladi. Bu pritsepimizning bahosi 9 milyon 900 mingga berganmiz. Profillerin taza 2 mm'lik qalın profillerden ishlab berdik. Ağa, pritsep ma'qul bo'ldimi? Pritsep ma'qul bo'ldi ağa. Zakaz berib ishlatdik, köyldegidek qilib, ona da yaxshilab ishlab berdi. Navro'z rahmat. Alатын adamlarga o'z Navro'zga kelib so'qtiruğunu usunus etaman. Damaspen tartamız deb жағдайды ayttık. Mынандай qilib so'q beri, inaqa deb o'zim mashina qilib so'q berdi. Ana buna жұмыс onay bermeydi. İstеген жұмыс onap tur. Bular arzamiz. Bo'ladi. Oң bo'lsin ağa. Aslan samallar esip tursun. Жақсы күндерге buyursun. Qay жерден ko'rdingiz? Instagram'dan gördüm. Bo'ladi. Sudan avulda o'tirib zakaz berdik. Kelib ko'rib ketdik. Rahmet Navro'z, zo'r bo'lib ishlab berdi. Alатын adamlar so'qtirsangiz bo'ladi ekan. Bo'ladi. Rahmet ağa, fikrlaringiz uchun. Tag'ir marta oң bo'lsin.